albatta avlod yashaydi, albatta vatan tuyg'usi bo'ladi. Sababi maktabga ilk qadam qo'ygan kunimizdan boshlab qo'limizga qalam tutqizgan va 11 yil mobaynida o'zingizning bilim, ko'nikma malakangizni, o'z xarakterlaringizni bizga o'tib qolgan ayamasdan baxshida etganingiz uchun, ko'z nurlaringizni bizga bag'ishlaganingiz uchun chin dildan minnatdormiz. Ilohim umrlaringiz uzoq bo'lsin. Farzandlaringiz bizning baxt kamolimizni doimo ko'rib yuringlar. Hayot beshafqat narsa. Vaqt oqar suvdek o'tib ketadi. Mana bugun albatta biz eng qattiq qo'l direktorimiz Yulyashevni geografiya fanini tub-tubigacha o'rgatgan o'quv bo'lim ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari O'rinbayev ustozimizni eslamasak bo'lmaydi. Sababi direktor va o'quv bo'lim mudiri hammamiz yaxshi bilamiz, ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosarlari ham maktabning yuragi hisoblanadi. Yurakdan keyin albatta maktab o'quvchilarini boshqaradigan bu sinf rahbarlaridir. Biz eng baxtli o'quvchilarmiz, biz eng baxtli bitiruvchilar bo'lganmiz. Sababi biz Do'stlik tumanining 2-umumiy o'rta ta'lim maktabining 11A sinf o'quvchilari. Shundaymi sinfdoshlar? Sababi hayotda o'z o'rnimizni topdik. Hech qachon qoqilmasligimiz uchun hayotda ildam qadam tashlab hayotda o'z o'rnimizni topish uchun sizlardan biz har doim motivatsiya olganmiz. Bugungi kunda yangi O'zbekiston shiori ostida olg'a qadam tashlab hayot kechiryapmiz. Bundan albatta faxrlanamiz. Yoshligimizda maktabda ham sho'x bo'lganmiz, ham yaxshi o'qiganmiz va yuqorida aytilgandek tadbirlarda juda faol bo'lganmiz. Bu Ambarapa nima desa, labbay deb biz javob berardik. Birinchi bu Ambarapa bizni urishib olardi. Asallarim, shirinlarim deb shirin gaplarni aytardi. Keyin biz o'zimiz bilmagan holda eng baxtli o'quvchilar bo'lgan ekanmiz. Hamma aytganlaringizni bajarganmiz. To'g'rimi bu Ambarapa? Ming rahmat sizga. Bahrom aka rus tilini sirlarini bizga o'rgatgan. Мы всегда благодарны. Спасибо вам за ваш искренний, за вас мы очень любим вас, уважаем и всегда помним ваш труд, ваши знания, которые вы нам дали. Огромное вам спасибо. Man geografiya fanidan, rus tili fanidan, ona tili adabiyot fanidan oliy ta'limda o'qiganimda hech qaysidan qiynalmaganman. Nemis tili fanidan. Chunki hammasidan yaxshi ustozlar biz o'qitgan, bizga yaxshi bilim berishgan. Bularning zamirida eng tub-tubida albatta birinchi ustozim Misxol opa sababchilar. Misxol opani kim bo'lasan desa o'qituvchi, boshlang'ich sinf o'qituvchi derdik hammamiz. Sinfda hamma qizlar Misxol opaga qarab boshlang'ich sinf o'qituvchisi bo'lishni xohlardi va mana shu niyatlarga erishdik. Mana bugungi kunda yaxshi hayotda o'z o'rnimizni topishimiz ham albatta boshlang'ich sinf ustoziga bog'liq. O'quvchilarni sinf rahbariga, maktabiga ta'lim olgan va sinfdosh do'stlariga ko'p narsa bog'liq ekanligini hayotda asta-sekin kattarganimizdan keyin bilib boryapmiz. Barcha sinfdoshlarga bugungi diydor kuningiz yana bir bor muborak bo'lsin. To'ylar qilyapmiz, bir-birimizdan hech qachon ajralganimiz yo'q. Bordi keldimiz, bor 11A sinfni. Mana bu yerda o'ylab qarasam 2-maktabda ham, 14-maktabda ham, 1-maktabda ham o'qigan ekanman. Bitta o'qimagan 13-qozoq maktab qolgan ekan. Hammamiz bir-birimizga sinfdosh ekanmiz. O'sha paytlar shunaqa sinfda bo'lgan, yana maktablar almashgan. Lekin shunda ham biz hech qachon unutmaymiz o'zimizni bitirgan maktabimizni va o'sha sho'x shodon kunlarimizni. Hammaga chin dildan bugungi bayram muborak bo'lsin. Bundan keyin har doim mana shunday do'stligimiz, inoqligimiz bardavom bo'lsin. Bayram barchaga, yubiley barchaga yana bir bor muborak bo'lsin.